Jigarida muammosi bor bemorlar yoki biror bir yaqiningiz shu jigar xastaligidan qiynalib kelyapti. Sizlar uchun yana bitta foydali maslahat. Meni maslahatlarimni jon quloqlaringiz bilan eshitib amal qilib boravering. Sababi tabib kim? Boshidan o'tkazgan tabib. Men serroz ko'chalariga kirib chiqqanman. Gepatit B, D bilan qiynalib Hindistonga borib jigar almashtirib kelganman. Mana alhamdulillah 5 yil bo'lyapti menga yangi jigar qo'yilganiga. O eski jigarni olib tashlagan menda. Shuning uchun jigar kasallariga nima foyda, nima zarar men yaxshi bilaman. Ana u reklama qilayotganlardan men ko'proq yaxshi bilaman. Chunki men uni ichganman, yeganman, foydasini ham bilaman, zararini ham bilaman. Shuning uchun sizlarga ozgina shu haqlarda gapirib boryapman. Jon quloqlaringiz bilan eshitib, amal qilib boravering. Foydam tegayotgan bo'lsa, men xursandman. Doim iste'mol qilinib kelayotgan non mahsuloti. Shunga ham e'tibor beringlar. Drojaga qilingan nonni aslo yemanglar. Sabab? Kasallarga aytaman-da. Drojadan voz kecha olmayapsizmi? Internetga kiring. GOS 17181 da shuni zapros bering. Shuni o'shani o'qigandan keyin u nima yetganini tushunadi-da. Bu o'sha GOS standart degani-ku. Agar o'shanda yozilgan bironta narsa qo'shilmasa, droja sotuvga chiqmaydi degan. Nemislar urushda yutqizgandan keyin nima degan bilasizmi? Biz urushda yutqizdik, lekin ular bir umrga yutqizdi. Chunki ularni biz drojaga o'rgatib qo'ydik. Droja degan odam 50-60 yoshdan o'tmaydi. Mana sababi. Droja zarar. Jigarga ham zarar, boshqa a'zolariga ham drojalik non zarar do'stlar. Bunga nimani tavsiya qilaman? Xamir turishlik non yenglar. Ya'ni kepaklik undan yasalgan non, ya'ni arpalik, kepaklik nonni ko'proq iste'mol qilinglar. O'zingiz ham, oilangizni ham shu xamir turishga o'rgating. Buni foydasi juda ham katta. Men avval ham iste'mol qilganman, hozir ham alhamdulillah xamir turishlik non iste'mol qilib kelaman. Yosh katta onalarimizdan so'rasangiz, xamir turishlik nonni tarixini, buni tasnifini juda ham yaxshi bilishadi. Shunga ham e'tibor beringlar. Xamir turishlik non jigar uchun koni foyda. Hazmi ham yaxshi, semirtirib ham bormaydi. Drojaga qaraganda milliard marta katta foydasi bor. Agar sizda gepatit D yoki S ga o'tib, qorin ishib, serrozga aylanib ketdi. Doktor sizga xulosa berdi. Buni almashtirib olmasangiz bo'lmaydi degan xulosa berdi. Mana shu telefon raqamlar, shaxsan o'zimni telefon raqamlarim, bemalol aloqaga chiqing.